ertaga yurtga yov bostirib keladigan bo'lsa, ikkita chalasavod jurnalist kamerasini ko'tarib yovda oldiga chiqib bizani himoya qiladimi yoki-da ichki ishlar organlari, harbiylarimiz qurol aslaha bilan chiqib bizni himoya qiladimi? Hurmatli fuqarolar, ijtimoiy tarmoqda ko'ryapman, ayrim provokatsiya qiladigan, hali jurnalist degan maqom berilmagan, o'zidan jurnalist yasab olgan shaxslar ichki ishlar organlariga borib, ularni obro'sizlantiradigan materiallar, videolar tayyorlab ijtimoiy tarmoqqa joylayapti va buni natijasida bizning fuqarolarimizda bizni ichki ishlar organlariga nisbatan salbiy fikrlar yuzaga kelib chiqyapti. Hurmatli fuqarolar, bular provokatorlar, tamom, provokatsiya qilyapti. Bular o'zini manfaati yo'lida, o'zini o'sha ehtiyojlari yo'lida, o'zini tanitish yo'lida mana shu ishlarni qilyapti. Bilmayman, balki kimdirlar bularni moliyalashtirib turgandir. Davlatni ichida, xalqni organlari bilan o'sha huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'rtasida ziddiyatlarni yuzaga keltirib, davlatdagi beqarorlikka bular ta'sir o'tkazishga harakat qilyapti. O'sha sababli sizlarga bunaqa odamlarga ishonmasliklaringiz va ularni qo'llab-quvvatlamasliklaringizni tavsiya qilaman. To'g'risi, ular hali hech qaysi qonunni bilmaydi. O'zi aytayotgan qonunni oxirigacha o'qib ham ko'rmagan. Yana xodimlarga telefon qilib qonunni tahlil qilib ko'rdingizmi dedi. Qonunni tahlil qilish, uni sharhlash bor. U narsalarni umuman bilmaydi ular. Ularga davlat prosta huquq berib qo'yibdi, mana shu huquqdan foydalanmoqchi bo'lyapti, lekin aslida tushunmaydiki, bu huquqni davlat ulardan olib qo'yishi ham mumkin. O'sha qizni og'zidan chiqayotgan moddalarni men bitta tahlil qilib beraman sizlarga. Bundan keyingi videolarda ko'rasizlar. Sizlarga tavsiyam, uni provokatsiyasiga uchib, ijtimoiy tarmoqda xodimlarga nisbatan salbiy fikrga borib qolmasligingizni so'rab qolgan bo'lardim.